Dunyodagi 5 ta eng kuchli xalqaro tashkilotlar. Videoni oxirigacha ko'ring. 5-inchisi sizni aniq hayratga soladi. Birinchi xalqaro tashkilot Birlashgan Millatlar Tashkiloti 1945-yilda tashkil etilgan bu xalqaro tashkilotga hozirgi vaqtda 190 dan ortiq davlatlar a'zo. Eng asosiy vazifasi dunyoda tinchlikni saqlash, inson huquqlarini muhofaza qilish va juda ko'plab boshqa vazifalar mavjud. Doimiy a'zolari va eng muhim qarorlarni qabul qiluvchi davlatlar AQSh, Rossiya, Xitoy, Fransiya va Buyuk Britaniya sanaladi. Ikkinchi xalqaro tashkilot Jahon savdo tashkiloti 1995-yilda tashkil etilgan bu tashkilotga hozirgi vaqtda 160 dan ortiq davlatlar a'zo. Dunyodagi xalqaro iqtisodiyot normalarini belgilaydi va global iqtisodiyotning eng asosiy hakami hisoblanadi. Uchinchi xalqaro tashkilot Xalqaro valyuta jamg'armasi 1945-yilda tashkil etilgan bu tashkilotga hozirgi vaqtda 190 dan ortiq davlatlar a'zo. Eng asosiy vazifasi dunyoda moliyaviy barqarorlikni saqlash, davlatlarga kredit ajratish va yuz beradigan iqtisodiy inqirozlarda ularni kam talofat bilan olib chiqib ketishlik. To'rtinchi xalqaro tashkilot Jahon banki 1944-yilda tashkil etilgan, asosiy faoliyatini 1947-yildan olib borishni boshlagan bu tashkilotga hozirgi vaqtda 190 ga yaqin davlatlar a'zo. Asosiy vazifasi endi rivojlanayotgan davlatlarni infratuzilmalarini, ta'lim, sog'liqni saqlash sohalariga kreditlar ajratadi va grantlar bilan ham qo'llab-quvvatlaydi. 5-xalqaro tashkilot Shimoliy Atlantika shartnomasi tashkiloti, ya'ni NATO. 1949-yilda tashkil etilgan bu tashkilotga hozirgi vaqtda 32 ta davlat a'zo. Asosan Shimoliy Amerika va Yevropa davlatlaridan tashkil topgan. Bularda kollektiv mudofaa tamoyiliga asoslanadi, ya'ni 5-modda bilan ham mashhur bittaga qarshi hujum boshqa a'zo davlatlarga ham qarshi hujum deb malakalanadi. Siz qaysi tashkilot haqida ma'lumotga ega edingiz? Izohlarda yozib keting. Salomat bilasizlar.